Assalomu alaykum barchaga YouTube kuzatuvchilari va Davud Energy podpischiklari va bu videoni ko'rib turgan yangi podpischilarimiz. Podpiska bosishini, kommentada izohlarini qoldirishini va videoni boshqa yaqinlaringizga tashlashni ham so'rab qolamiz. Biz hozir kallamga bitta fikr kelib qoldi. Biz Davud Energy quyosh panellarini birinchi o'rinda faoliyatimiz davomida 2023-yildan beri ish boshlaganmiz. 2023-yildan beri shu sohada faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Ya'ni bizda asosiy birinchi qiladigan ishimiz shunaqa bo'lganki, O'zbekistondagi 12 ta viloyatdagi quyosh paneli bilan shug'ullanib turgan tadbirkorlar, aholiga xizmat ko'rsatganmiz, optim narxda tovarlarni sotganmiz. Endi biz 1,5 yildan beri quyosh panellarini uстановка qilishni ham yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni bu bizga nimadan kelgan? Ko'pchilik quyosh paneli tanlashda ba'zi adashib qolgan, mutaxassislarga qo'ydirmagan. Endi hozir ham O'zbekistonda ko'pchilik quyosh panel ustalari ham ancha mutaxassis bo'lib yetib kelishyapti va yangi elektriklar ham chiqib kelyapti. Ularga ham maslahatim oldindan bilsanglar keyin qo'ydirlar, chunki bu quyosh panel arzon narsa emas. Eng kamida 40 millionga qo'ydiradi odam, u yog'i 1 milliard, 2 milliardgacha. Hop, sizlarga nimani aytmoqchiman? Hop, quyosh panel sotayotganda nimalarga ahamiyat berish kerak? Qanaqa mahsulotlar yaxshi, nima qilsa arzonga tushadi, qanaqa qilib o'rnatsa yaxshi yillab natija olsa bo'ladi degan g'oyani biz YouTube platformasida yurgizmoqchimiz. Bunga sizlarni kommentariyalarda izohlaringizni qoldirishingizni so'rab qolamiz. Quyosh paneli haqida qanaqa mavzularni olib chiqishi, qanaqa sizlar bilan fikr yuritishi, sizlarni qanaqa og'riqli savollaringiz bor, nimalar bo'lyapti, o'shalarga Xudo xolasa birgalikda qo'limizdan kelganicha maslahatlarimizni berib o'tamiz. Sizlarga yaxshi mahsulotlarni, Xitoy zo'r brendlarini taklif qilamiz. Arzon mahsulot so'raganlarga arzon mahsulotlarni taklif qilamiz. Qimmatlarni so'raganga qimmatlarini hammasini tushuntirib o'tamiz. O'zi O'zbekistonni tamojnilarida ham, energetika vazirliklarida ham juda ham zo'r muzokaralar ishlar olib borilyapti. Ya'ni O'zbekistonga faqat eng original, eng sifatli bo'lgan TÜV sertifikati bor quyosh panellarini tamojnidan o'tkazishni rejalashtirib borilyapti va o'sha rejalar amalga oshirishni boshlashdi. Bilimimiz yetganicha, aqlimiz yetganicha inshaalloh sizlarga quyosh paneli borasida yaxshi narsalarni tavsiya qilamiz. Agar sizlarning ham qanaqadir bilganlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bizga maslahat berishingiz mumkin, bir-birimiz bilan fikr almashishimiz mumkin. Men nimaga YouTube'da faoliyat yuritmoqchimiz? Instagramni ko'ryapsizlar. Instagram butun algoritmi juda ham xunuk holatlarga, bachkana narsalarga to'lib ketdi. YouTube platformasida yosh katta odamlar, shu sohaga qiziqqan, bu sohani bilasizlar, 25 yoshli odam hech qachon quyosh paneli o'rnatmaydi. 35, 40 yosh, 50 yosh, 60 yosh, ya'ni tadbirkorlar, oddiy xonadonlar chet elda ishlab pullarini yig'ib, o'sha pullariga mashina olgandan ko'ra, mol olgandan ko'ra quyosh panelni o'rnatib davlatga sotib daromad qilmoqchi bo'lganlar kuzatib o'tiradi YouTube platformasini. Ya'ni shunaqa hayotimizda ham uchrab kelgan. Odamlar mashina olmasdan quyosh paneli o'rnatgan mijozlarimiz bor. Kil oldi. O'zini o'zi oqlab bo'lgan hozir. Endi bemalol 25 yil, 30 yil sizga tekin itday xizmat qiladigan quyosh paneli. Quyosh paneliga negativ fikrlamaslik kerak, chunki bu Allohning bergan ne'mati. Har kuni quyosh borki, sizning quyosh panelingiz bo'lsa, elektr energiya ishlab chiqaradi. Yildan yilga elektr energiya narxi oshib borsa, tariflar oshib boradigan bo'lsa, hozir hukumat qarorlariga ko'ra ko'p elektroset hududlari sekin-sekin boshqa davlatlarga o'xshab xususiylashib ketmoqda. Bu xususiylashib ketmoqdaligini sizlarga yana keyingi videolarimizda chuqurroq o'rganib aytib o'tamiz. Hozir meni fikrimcha, nimaga hududiy elektr tarmoqlari
xususiylashyapti. Nimaga investorlar hududiy tarmoqlarni juda katta million dollarga pul sarflab sotib olyapti? Chunki energetika har nafasda, har lahzada bizga kerak. Endi bir kun Toshkentda svet bo'lmaganda juda ham og'ir joylar, juda ham xunuk holatlar, transformatorlar portlab ketgan joylar ham bo'ldi. Ya'ni bu nagruzkadan bo'lib chiqdi. Energetika tizimi juda ham uzoq yillik kafolatlangan, uzoq yillik arendar oladigan tizim. Ular xususiy korxona qilib olgandan keyin, ya'ni qanaqa bo'ladi? Hozir deylik, siz oddiy uyingizga 15 kilovat, 20 kilovat, 50 kilovatlik quyosh paneli o'rnatish uchun jismoniy shaxslar bo'ladimi, yuridik shaxslar bo'ladimi, hammasi hududiy elektr tarmoqdan texnik shart olinishi majburiy. Agar hududiy elektr tarmoq shunaqa xususiylashib ketadigan bo'lsa, o'sha investorlik kompaniyasi sotib olgan kompaniya ham shunaqa bo'lib chiqadi. Bizdan texnik shart olishing uchun biz o'zimizni kompaniyamiz orqali senga xonadoningga quyosh panel o'rnatib beramiz deyishi mumkin. Lekin u katta kompaniyalar juda ham katta investitsiya kiritgan, xodimlari yetarli, katta joylarni sotib olishgan, o'shancha ularda arzon chiqmaydi. Bizning xalqimizda hozir eng arzon bo'lib turgan manimcha O'zbekistonda bo'lsa kerak. Xohlasa odamlar optim joyga borib quyosh panelini o'rnatib, o'zi sotib olib o'rnatyapti. Xohlasa o'sha kichkina firmalardan, ertaga ishiga javob bermaydigan firmalardan arzon puliga, arzon mahsulotlar bilan ham o'rnatishyapti. Hop, videomiz cho'zilib ketib qoldi. O'zi qisqacha ma'lumot berib ketmoqchi edim. Menga eng muhim narsa, eng muhim joyi, hop, sizlarni kommentariyada fikringlar. Qanaqa quyosh panellarni, nimalarni obzorini qilib beraylik sizlarga. Nimalar og'riqli joylari bor. O'sha joylarni kommentarda fikringizni qoldirib ketinglar. Biz jamoamiz bilan kelishilgan holatda har bitta kommentariyaga o'zimiz quyosh panellari haqida mavzularni to'plab olamiz. Yana unutmanglar, teplovoy nasosni ham qo'shganmiz. Teplovoy nasos ham juda aqlli narsa. Hozirdan tayyorgarlik ko'rib borish kerak, chunki issiqlik nasoslari ham isitadi, ham sovutadi. Haligi gap bor, yozda yemasang qishning g'amini, qishda yeysan deydi-yu, o'shanga o'xshab hozirdan tayyorgarlik ko'rib borgan yaxshi. Gazi yo'q joylarga teplovoy nasoslarni tavsiya qilamiz. Pastda raqamlarimiz bor. Bemalol telefon qilib konsultatsiya olsangiz bo'ladi. Bepul energiya auditi Dovud Energy'dan topsangiz ham bo'ladi. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar.